Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli prezident, administratsiya rahbari Zaynoddin aka, hammalaringizga bugun murojaat qilmoqchiman. Men Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bo'laman. Hozir ham shu lavozimda. Mana alam mana endi murojaatimdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Menga nisbatan hozir xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Xizmat tekshiruvi bo'yicha men qilgan xatolarim, agar jinoyat bo'lsa, jinoyat uchun javob berishga men tayyorman hammasiga. Lekin hurmatli bosh prokurorimiz va uning 3 ta xodimlari tomonidan qilinayotgan jinoyatlar haqida aytib bermoqchiman. Mansab vakolatini suiiste'mol qilish, chegarasidan chetga chiqish. 1-dekabr kuni xizmat tekshiruvi boshlangan. Menga nisbatan biron narsaga aralashmaysan degan uchun meni vaqtincha lavozimdan olamiz dedi. Mayli deb buyruqlar bilan tanishib, men qo'l qo'yib berganman. Bular xizmat tekshiruvini butun qonunni oyoq osti qilib, faqat o'zini manfaati uchun. Nima uchun xizmat tekshiruvi bo'lgani haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bizning shahar prokuraturasi ish yurituvidagi pullarni naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi firmaga nisbatan jinoyat ishi tergov qilinish davrida men o'zim tergovchim O'rinov Sanjarga aytganman. Bu 10 milliard zarari bor, 10 milliard soliqdan yashirgan holati bor edi 184 dan. Shu holat bo'yicha kim munosabat qilgan bo'lsa, hammasini chaqirasan. Juda milliard so'mdan ko'p oborot qilganlar bilan chaqirasan. Kimlar naqdlashtirib olgan bo'lsa, hammasini javobgarlik masalasini hal qilasan. Bu firmani haqiqiy egasini top. Shu chaqirilganlar orasida mustahkam qurilish quruvchi, kritik bozorni qurayotgan quruvchilar bor. Ularni ham chaqirgan, shu chaqirgan kuni menga chiqyapti ular. SMS'lari ham hammasi ham hozir ilova qilaman. Aka sizni ko'rsam bo'ladimi? Qayerdasiz? Boshqa nima masalan desam, meni masalam nimaga tergovchilaringiz chaqiryapti ekan. Chaqirgan bo'lsa bor deb aytdim. Bo'pti, boramiz. Lekin sizni bir ko'rishim kerak, o'zi bilan gaplashib. Nimani gaplashasan men bilan? Bo'ldi, tamom, ertaga kel, meni oldimga kirasan. Lekin necha marta chaqirgan bo'lsa-da bu kelmadi. Keyin menga o'rtada 3-4 marta telefon qildi. 10 marta telefon qilgan, qaytib chiqsam, aka, oldingizga boray, qayerda bo'lsangiz boray. Mana telefon zapislari ham bor. Hammasi turibdi bular. Bu kelmagandan keyin tergovchi majburiy keltirish to'g'risida beryapti qaror. Majburiy keltirish to'g'risida borgandan keyin militsiya xodimi borib, balki sal xato qilgandir, yur olib ketaman deb, shundan janjal boshlandi. Janjal boshlangandan keyin bular menga bir 20 marta telefon qilgan, men olmaganman. Viloyat prokuroriga ham chiqqan, boshqasiga ham chiqqan. Keyin men telefonni ko'tarib qaytib chiqsam, "Sen nima qilyapsan o'zingdan ketib? Nima haqqi bor bularni strechka qilishga?" Men aytdim, strechka emas. Agar haqiqatda ham pulni olgan bo'lsa yoki tovarni olgan bo'lsa, kimdan olgan, qayerdan olgan? Chunki buning amborxonasi bor. O'zi bir soxta firmaning rahbari bu. Hamma yog'i jinoyat bo'lsa buni. Biror narsani tushunmaydi u qamoqdagi odam. Sen kimdan olgansan? Kim bilan nima qilgan desam, siz o'zingizdan ketmang, gaplashamiz. Bilan aralashma bu yerda. O'zingni mazangni qochiraman deb, mana Anvar degan kattasi, u ham zapisi bor. Hammasi menga aytibdi, sen aralashma, nima aralashma? Nima qonundan? Bugunni o'zi hozir hamma videolarni olib borib bosh prokurorga kiramiz dedi. Undan oldinroq keyin janjal bo'ldi, shunaqa. Keyin viloyat prokurori menga telefon qilyapti, nimaga shuni chaqirasizlar? Bilasizlar-ku kim ekani arkasida, boshqasida. Senga muammo kerakmi? U deb telefon qildi. Uni ham telefoni zapisi bor. Keyin bo'pti, mayli, chaqirma uni dedim. O'zlariga ham telefon qildimda, ular bilan gaplashgan paytim, mana kechki payt yana gaplashganman shu Anvar degan rahbari bilan. Keyin bo'ldi, kelmaydi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana undan oldin viloyat prokurorining telefoni qilgani menga zapisi turibdi. Bosh prokurorning odami bular. Seni yo'q qilib o'radi-ku deb.
Mana o'zim ham bilaman uni bosh prokuror bilan munosabatlarning qanaqa yaxshiligini, chunki oldin ham bo'lgan bu holat. Oldin ham bo'lgan kredit olish masalasida selektorda bosh prokuror Buxoro shahriga e'tiroz qilyapti. Mana 4,5 ming bunaqa siyosiy tus berib 4,5 ming ishchi o'rni yaratiladigan joyda mana kredit kerak ekan ularga. Shuni hal qilgani yo'q. Nima sanlar qayerga qarab turibsanlar u bu deb. Keyin sanlar nimaga qarab turibsanlar? Shahar prokurori qayerda? Nimaga buni murojaatini eshitmaydi degan. Faktichески u bizga umuman murojaat qilgani yo'q. Mana men hal qilib berdim 30 milliardni dedilar. Butun prokuratura tizimi ham bu gapni biladi. Keyin men qaytib chiqyapman Zoirga. Sen nima qanaqa arz qilding sen? Men tushunmadim. Qanaqa kredit? Nima menga murojaat qilmayapsan? Yo'q, uni katta bilan o'zimiz kelishib oluvdik uni. Men shtab qilaman, meni sektorimda bu obyekt. Keyin shtabga borgan payt ko'rishyapmiz u bilan. Keyin sen nimaga bunaqa generalniga nima munosabat? Bizga qilmasdan sразу generalniga boribsan. Yo'q, uni generalni o'zi aytgan bizga dedi. O'zi aytgan. Shuna bitta arza qilinglar, men hal qilib beraman past foiz bilan dedi. Mayli, balki bosh prokuror. Biz shunga prямо yozdik. Faqat menga emas, prezidentning nomiga, boshqaga, hammasiga qilasanlar. Biz shunga yozdik. Endi akamizga o'zimiz hal qilib beradi deb. Mana bu gapimni ham hammasini men o'sha bilan ko'rishsam ham aytib beraman. Endi Nomatilla akani o'zi turibdilar bu yerda, akamiz o'zlari aytdilar, shunaqa qilib yozinglar deb, o'zlari hal qilaman deganlar uchun yozdik. Qani o'sha arzang dedim, menga tashagan, menda hozir uni ham ilova qilib beraman. Menga tashagan действительно prezident, generalniy prokuror o'sha kreditni hal qilib. O'sha kreditni hal qilib bergan. Bo'lgandan keyin ham 1-2 oydan keyin biz Zoir bilan gaplashganda bu aytdi. Akam qilib berdi. Ukasam va shon has, dolyasi bor uni ham deb. Bosh prokurorning aytadi shaxsan. Ukasam dolyasi shon has. No hamma narsaga necha marta men shtab o'tkazgan bo'lsam, boshqa qilsam, gapi faqat bosh prokuror buni. Keyin Nomatilla aka. Endi kimlar orqali aloqalari borligini ham men juda yaxshi bilaman buni. Juda yaxshi bilaman kim orqali kirib chiqishini, boshqasidan bu insonni. Keyin bo'ldi deb, janjal endi biza chaqirgandan keyin janjal bo'lyapti. Keyin bo'ldi aka, kelmaydi Zoir. Bo'ldi, menga aytdilar, viloyat prokurori ham aytdi, tamom kelmaydi. Hech kim kelmaydi. Men o'zim qarayman. Tamom, kelsa ham shunaqa qilib qo'yib ketadi. Hech kim uni majburiy ham keltirmaydi. Hech qanaqa bu yerda boshqa o'yin yo'q. Biz maqsadimiz uni chaqirib bir narsa qilish emas. Hozir endi bu biz endi yozim bo'ldi tamom dedi boshlig'i. Agar zapis ular qilgan, men bu gaplarni zapis qilganim yo'q. Agar ular zapis qilgan bo'lsa, men shunday joyi bor. Men aytdim, bo'ldi tamom kelmaydi. Kelsa ham mana keladi, hech kim indamasdan qo'l qo'yadi, aytganini yozib beradi, ketadi. Menga viloyat prokurori ham chiqib. Zapislarni ketma-ket olsin, u viloyat prokuroriga chiqqan, viloyat prokurori menga chiqqan, men keyin bularga chiqyapman, hammasi ketma-ketlik. Uni kompaniyadan yo'q qilib bo'lmaydi. Keyin ko'rishganimizda yana aytdilar, sen kalang yo'qsan, qancha o'zingga muammo qilasan deb boshladilar. Ha endi aytmasman, borib kechirim ham so'radim dedim. Bu kunisi ishda qilgan paytim endi bolalar xato qilibdi, men uchun kechirim so'rayman sizlardan. Bo'ldi aka, hammasi normal. Lekin borib bosh prokurorga shaxsan kirib bu bizni chaqirgani yana bir narsa xomtama bo'ldi. Bu oldin ikkita magazinni arzon oluvdi. Yana bitta olmoqchi bo'ldi. Shunday desang, biz uni mazasini qochiramiz, bu deb kelishuv bo'lgan. Действительно, men undan uni alohida tushuntiraman, chunki vaqt ko'p ketadi. Действительно 5 milliondan, bittasi 5 milliondan, bittasi 10 milliondan o'sha payt olgan. Endi razницasi 3 million, 4 million bo'lsa, bittasi meni ukam olgan, bittasi tog'am olgan. O'sha paytda agar ular bo'yicha meni aybim bo'lsa yoki bularga zarari bo'lsa yoki kam действительно u yerda bo'lgan narsalarni bo'rttirib umuman noto'g'ri aytayapti. Bo'lgan holatlar u ko'p kishi bilan bog'liq. Bu bolalar u yerda umuman bo'lmagan. Aytgan odamlar ham marhum O'ktam Isayevich borlar u yerda.
uni men alohida tushuntiraman. Uni tergovda ham tushuntiraman. Agar yo'q arzon bo'lgan bo'lsa, mana to'laydi ham, boshqa ham qiladi. U magazinlarga действительно bittasi meni ukam olgan, bittasini tog'am olgan. Ko'tarish mumkin buni. Ves bloger, jurnalist hamma men murojaat umuman qilmoqchi emasman. Men katta mansabdor shaxsman, lekin ilojim yo'q. Chunki bu noqonuniy ishlarni ular jinoyat qilib bizni mana bunday hozir tazyiq qilishini, o'zini jinoyatini yashirish uchun bunaqa tazyiq qilishini men uncha chidab tura olmayman. Любой jazoga men tayyor. Birinchi masala hozir prezidentga ham, administratsiyaga ham bular aka uni mana shunday jinoyatlari bor ekan, hozir yasagan narsalari bor ekan. Shundan qochish uchun murojaat qilyapti deb. Men u uchun javob beraman. Meni o'zim bosh prokuraturada ishlaganman. Prezidentga qanday axborot yozishni, boshqani men juda yaxshi bilaman. Qanday qilishni, qanday yopishni, o'zini jinoyatini shu uchun gapiryapti. Men buni jinoyatni tekshirish uchun aytayapman. O'zimniki agar qilgan bo'lsam, men unga javob beraman. Uni xas qo'shlab, bunday qilgan, shu qilgan, shu uchun chiqdi degan gapni umuman qilishmasin. Bu gaplar meniga nisbatan qilgan harakatlarim bo'yicha men javobini beraman. Uni qo'shib o'tirib, spravka olib kirib, administratsiyaga olib kirib, Zaynobiddin aka shunaqa bo'lgan, shu uchun bu yozyapti deb, men shu uchun shaxsan Zaynobiddin akaga qilyapman, chunki bu insonga ishonaman. Zaynobiddin akani o'zi tekshirish kerak, hozir kelib meni ham o'zlari ustida komissiya qilib, bosh prokurorning o'zi yasab qilayotgan ishlarni prezident administratsiya Zaynobiddin aka ustida turib, chunki men bosh prokurorning jinoyati haqida gapirayotgan bo'lsam, boshqa odam tekshirishga haqqi ham yo'q. Butun xalq eshitsin. Agar menga nisbatan mana men bugun joyimda men ishlayapman, mana udostvoreniyam meni hech kim lavozimdan hali olgani yo'q, soxta narsalar qilishmasin. Men lavozimimda ishxona. Men hozir Toshkentdan keldim. Bugun 11-dekabr. Men sog' salomat uyimda o'tiribman. Endi qanday ketayotganligi to'g'risi. Meni xonamga kirib kelyapti ikkitasi. Biza inspeksiyadan xo'p, mana buyruqsiz chiqib turishingiz kerak. Bo'pti. Nima bo'yicha? Ana shu Zoir aytgan shu majburiy keltirganman. Endi bilasizki, endi ular bosh prokuror meni chaqirdi. Mana gaplari, agar meni xonamda zapis bor. Bosh prokuror endi shaxsan har kun gaplashayotgani ham fakt. Har kun 3 marta bosh prokuror inspeksiyani bitta boshqarma prokurori bilan har kun gaplashib turibdi. Uni ham zapislari bor, hech nima o'chira olmaydi. Bular harakat qiladi, hozir o'chirishga. Men biron narsani baribir izi qoladi. Har kun gaplashadi, bular keyin boshladi, meni ukamni chaqirdi, shofyorimni chaqirdi, haydovchim. U haydovchim bozorda katta. Buni agar meniki bo'lsa, mayli, magazin agar meniki bo'lsa, men bironta uydagi qarindoshimga qilardim, boshqasiga. Bu ikkalasi aynan o'sha bozorda savdo qilgan. Buni ko'taringlar. Hamma ko'tarsin. Mana 15 yildan buyon o'sha bozorda savdo qiladigan ikkalasi ham shu. Biz shu yerdan savdo qilmoqchimiz, shu yerdan joyimiz bo'lish kerak, joyimiz buzildi deb aytganda men aytganman deysiz. Uni tan olaman. Ber shularga. Shofyorim aytibdi, men dadam, ukam, to'rtovimiz bitta magazinda bu yerda qilmasak bo'ldi, tamom, kimmi? Yo'qki, shunga shartnoma qilib berdi. 10 millionga beribdi. 5 million shartnoma qilgan ekan, 5 million o'zi olgan. O'shani ham aytganida inspeksiya meni ukam bilan shofyorimni ertalab 10 da olib kirib, zapisi turibdi. Zapisni olib tashlagan. Men borib oldim viloyat prokuraturasiga. O'chirishga harakat qilmanglar. O'chirsalaringiz jinoyat bo'ladi. Viloyat prokurori ham eshitib qo'ysin buni. Zapislarni bor. 10 da olib kirib, kechasi soat 8 dan 7 mi 8 da chiqaraveradi. 9 soat, 8-9 soat qiynab bularni akangniki-ku, sana tog'angniki-ku, qanday saniki bo'ladi. To'g'risini ayt u bu deb. Bularni ham qaytib tekshirish kerak. Hammasini tekshirish kerak. Bularni bugundan chetlashtirish kerak. Bugun ham hozir mana bugun ham bular aytayaptiki, tadbirkorlarni chaqirgan. Keyin meni chaqirib aytayapti, bozorda magaziningiz bor ekan, qaysi bozorda? Men kolxoz bor dedim. Magazinim bor. Prokurorlarga men mumkin bo'lmagani uchun o'zimni nomimga qila olmaganman. Qanaqasiniki? Meniki u viloyat hokimi kelgan, O'ktam Isayevich
hamma rahbarlar tasdiqlaydi. Shundan kelib bozordan biz rekonstruksiya qilyapmiz. Keyin devori bitta tomoni ochiq joyini aytdilarki, Taromat, sen Anvar Jasur uchalang qurasan mana shu yerda. Bitta darvoza qurasan uchalang. Darvozani hisobdan ma'qul qo'yib beraman qaroriga. Biz aytdik, biz nima qila olmaymiz. Uni qura olmaymiz. Bizga mumkin emas. Endi Vazirlar Mahkamasi qarori bor, boshqasi bor, mumkin emas desam. Aytayapti, men javob beraman, ma'qul qo'yib beraman qaroringga, davay uchalang qurasan. Prezident kelganda men aytaman shunday. Mansabdorlar tadbirkorlik bilan ham shug'ullansin, pora olgandan ko'ra o'sha yerdan foydalansin. Keyin men chaqiryapman. Hokim o'sha yerda ishlaydigan tog'am bor. Bizning endi hamma avlod o'sha bozorda chaqiryapman. Qurib bilasanmi? 8 ta magazin quraman deb. O'sha yerda Karim Jamolovich ham tiriklari ham bor, Karomat aka hammamiz o'tiribmiz. Men shu yerda savdo qiladim, men tog'am qursa bo'ladi, bo'ldi tog'am. Men hozir qaror qilib beraman dedilar Karim Jamolovich. Keldi, qurib bilasanmi? Quraman. Men shu yerda 8 ta tushadi dedi. Bo'ldi tog'am dedi. Hozir qaror tayyorlaymiz. Hokimiyatga bor, arizangni yoz, tayyorlaymiz, boshlaysan dedi. Bu borib qurilishni boshladi. Fundamentlarni qildi, endi 15-20 ni biz qildik. Bu bo'yicha alohida yana to'xtalaman. Prosta hozir bularni boshqa ishni boshlaganini aytmoqchiman. Bu qanday qurdi? Aytib, quruvchi qurdi. Kim qurdi? Baxtiyor aka degan quruvchi bor. O'sha qurib berdi. Qayerdan taniysiz? Bitta bog'chada biz, mana o'zim tilimdan ketdi. Bitta bog'chani qurganmiz biz birga. Mana attestini qilib qo'ygan, o'tamiz o'sha yerda. Bu qurilishni ko'tarishni juda katta joy ekan, sal qiynalyapman, boshqa sekin-sekin quraman deganda Karim Jamolovich aytdiki, "Menga qara. U tomonni qurib bo'ldi. Mana Google'dan olsinlar, darvoza ham qurdizlar. Bittasaniki 4 tomon. Qursan qur, bo'lmasa boshqa quradiganlar bozor-ku bu." Keyin shu kishiga aytdim. Ana Baxtiyorga aytib quradi. Gap kelishinglar. Keyin biz o'sha kishini olib keldik. Ana shu yerni qursa qancha bo'ladi? Ya'ni 400 million bo'ladi. 10 ta magazin ham. 8 tasi bizniki, 2 tasi nachalnik milisaniki. Hammasini bitta fundament qilib qurilgan. 400 aytdim, 400 bo'lmaydi. Buni tagiga mana shuncha ish qilgan. 350 ta beramiz. Mayli dedilar, keyin boshlang shu yerda hammasini dogovor. Men o'tiribman, mana bular tirik bu, tog'am o'tiribdi, u o'tiribdi. Buni nomida dedim. Shuni qursan agar. Keyin bu kelishdik shu yerda. Keyin tog'am aytdi, 3 ta bozor tomon qaragan 3 tasini men pulini beraman dedi. 10 tasi 350 bo'lsa, 3 tasini men beraman, 105 million men beraman dedi. Boshlaganda men 100 million berdim. 100 million berdim. Mana tirik, men pochchamdan olganman, chaqirib so'rashlari mumkin shaharda. Tadbirkor odam 100 million shuni keltirib berdim, men Baxtiyor akaga berdim biz. 1-2 oy o'tgandan keyin 80 million tog'am berdi. Shularni endi og'zaki, hali men gaplashyapman, aytayapman, shuni qilib berdi. Kim quruvchi, falonchi. Keyin buni ko'tarishni boshladilar. No firmasini men bilmayman, o'sha bog'chani qurgan. Keyin hokimiyatdan ko'tardi bular, boshqa qildi. Bu bizning hozir qarzimiz qolgandi deysizlar, buni men tan olishim kerak. 100 million men berdim, 1-2 oydan keyin 80 million tog'amiz berdi. Sen shu bilan kvita dedik unga. Chunki 3 ta yana 25 million, mayli fundamenti uchun 25 million sendan kechamiz. 180 ta bo'ldi. Yana 170 tani qoldi. Buni biz o'zimiz beramiz dedik. 2019 ning oxirlarida men yana 120 million berdim. Kuyovimdan oldim 50 ta. Endi ukam bilan u yoq bu yoq qo'shib biz 120 ta berdik. O'sha 300 million bo'ldi, lekin 50 million deysiz, meni qarzim bor edi. Men endi hammasini berdim deb aytdim bularga, lekin pulini olgan-ku, o'sha quruvchi qurgan, chaqirib so'rab. Chunki hech nimadan qo'rqmayman, chaqirib so'rab. Keyin bu chaqiryapti. Ko'taryapti. Bu bog'chaga nisbatan material bo'lgan-ku, kontrolni olmay kelgansiz nima? Bu deb boshladi. Men tergovchimni chaqirdi, prokuroring aytganman deb boshladi. Bular o'shanga yopishishni boshladi-da, ko'tardi. Hozir endi u tadbirkorni ham chaqirib, Jasurni, kim bu firma? Bu firma 2001-yil ochilgan ekan. Men Buxoro viloyatiga ishga o'zi 2014 da kelgan bo'lsam, u quruvchini men qayerdan bilaman? Keyin qanday meniki bo'lishi mumkin? Firmangni reviziya qilib,
u yerni qayta kontrolni men qilib qamoqqa olib tashlayman boshqa deb polni bunga ta'zir qilyapti. Keyin kontrolni admer bo'lgan o'zi. U hali pulini ham olgani yo'q bu firma. Bu yerda 500-600 million qarzi ham bor u firma. Davlat qarzi o'rnidan. Chunki o'sha payt finansirovaniyasi bo'lmadi. 50 marta viloyat hokimlari ham qolmagan, uks ham qolmagan, zam hokim ham aka iltimos. 50 marta menga har kun telefon qiladi bu odam. Jasur aka, siz ответственность shuni nima qilib bering. Pulini hal qilib bering deb chiqmagan joyim qolmagan, to'g'risi moliyadan. Bir yildan buyon pulini ololmayapti. Endi to'liq ololgani o'zidan qolgan. No, короче, buni keyin tekshirishni boshladi. Keyin o'sha tekshirish payti meni telefonimni hammasini olib, bular da'vo qilib, hozir boshlabdi. Tekshiruvchilarni ham Toshkentdan olib kelibdi. Senda adolat bo'lsa, agar men shu kreditni ikkita jinoyatchini chaqirganim uchun qilinayotgan bo'lsa, ikkita jinoyatchi. Men o'zimning harakatim uchun javob beraman. Men u yerda homiylik ham bo'lgan, men tan olaman uni. Tadbirkorlarni chaqirganman, chaqil ikki mashina nima olib kel. Chunki bitta uy bog'cha emas, 3 ta bog'chaga uchalamiz ответственно qo'yganmiz. Bittasiga Karomat, nachalnik milisa. O'sha kvartalda 3 ta bog'cha bo'lgan. O'ktam esa shaxsan bizani qo'yib chiqqan. Bittasiga Karam Jamolov, bittasiga Karomat aka, bittasiga men. Qaysi biring zo'r qilib birinchi chiqarasan? Hammasida homiylik bo'lgan. Endi kredit masalasida juda cho'zilib ketdi. Keyin tushunmaslik mumkin. Ikkinchi masalasi, o'sha masalani qisqaroq aytayman. Keyin bu kuni shtabda ko'rgan menga qaraysan, mazangni qo'chiraman deb menga o'sha kreditning rahbari, egasi aytdi. Mazang qo'chadi, mana ko'rasan, akaga aytib, seni vashshi bilan tiqib yuboraman men. Bu shunday spor ketdi. Men hech nima bo'lmaydi u joyda deb o'yladim, lekin keldi bu armiya kelgandan boshladilar. Endi u kreditni o'zini aytsam, men katta obyekt, juda katta. Meni sektorimda, men o'sha yerda xabar olib turaman, passiyani gaplashib turaman, shtablarni qilaman har oyda tezlashtirish kerak. O'zi 2019 o'tgan yil bitishi kerak edi, cho'zdi, hali bu egasi almashdi, hali bu egasi g'irt kriminal, hamma yog'i kriminal. Buni tekshirishlaringizni so'rayman. Buni Zaynobning akasidan iltimos. Men bilaman, adolatli odam bu odam. Men bilaman, prezidentga sadoqatli, lekin bularni kriminalni avtoritetni поддерживать qilib, o'zini xodimini jinoyatchiga aylantiradigan bosh prokuror bugunni o'zi chetlattirilishi kerak bu tekshirishdan. Men boshqa xolisona tekshirilsin. Bugunni o'zi, chunki aynan u manfaatdor. O'zi kadri bilan inspeksiyasini olganiga, ularning jinoyatlarini ham hammasini boshiga shu turibdi. Men bilaman qaysi kadrdan qancha olganigacha bilaman. Mana bu gaplarimdan keyin ertadan ko'ra olmay qolsalaringiz hayron bo'lmanglar. Res xalq ko'rsin. Bugun bostirib kelib olib ketishlari ham mumkin, lekin men qo'rqmayman u narsadan. Bu gaplarni aytishim kerak. Xo'p, kriminal birinchi o'sha yerda savdo qilgan 1000 ga yaqin tadbirkor xor-zor bo'ldi. Hammasi qon qaqshadi. Bazor ularni jim qilishgacha o'zi bo'lgani yo'q. Mana o'sha paytda prokuror bo'lganman. Butun viloyat u yerda jabr ko'rdi. Shu 1000 ta odam keladi, tinchlantiramiz, gaplashamiz, qurilsa beriladi, boshqa qiladi. Birontasiga bu tadbirkorlar birontasiga shunday joy bergani yo'q. Mana biz bitta C blok quramiz, C blok o'sha yerda joylashtiramiz. Hammasidan olinglar, mana hamma shartnomani olinglar, 5 milliondan to'layapti. Endi tadbirkor o'zini joyi bo'lsa, o'zini magazini bo'lsa, nimaga u yana pul to'lash kerak? Birinchi masala. Nima uchun u pul to'lash kerak? Unga kompensatsiya joyini berish kerakmi? Birontasi 5 milliondan metr kvadrat. Agar 20 metr kvadrat bo'lsa, u odam 100 million yana o'zini magazini yana 100 million to'layapti. Bu birinchi ularga nima og'irlik qilgani birinchi masala. Ikkinchi masalasi bu 5 milliondan noqonuniy olingan. Men endi buni aytmasam bo'lmaydi. Hamma tadbirkorlar qon qaqshagan. U shartnomada yozilgan. Mana shartnomalarni ham olib ko'ring. Nima qurib bitkazilgandan keyin, C blok qurib bitkazilgandan keyin hamma shu tadbirkorlar kelib lotereya. Chunki men birinchi etaj bo'laman, iltimos birni. Chunki birinchi etaj narxi ancha qimmat. Men birinchi etaj bo'laman.
u odamlar o'sha yerda zalda biza kelishganda aytdiki, lotereya bo'lmasa agar biz butun bosh ko'taramiz butun Buxoroga deb. Keyin Buxoroning ko'chalarini yopib tashlaymiz agar lotereya qilmasa. Bu kishi birinchi etaj qimmat bo'lgani uchun bular o'zlaricha sotdi uni. Sotdi. Hammani qon qaqshatib, hozir ham butun xalq norozi. Mana shu insident bo'lishidan 2 kun oldin shahar hokimi Jumayev ham tasdiqlaydi. Biz selektordan chiqyapmiz. 50 ta odam kelgan. Mana ko'rishsin. Hammasi norozi, ha? Biza nimaga u birinchi etajdan, bizni 5-chi, 4-chi etaj, 3-chi etajdan o'zi xohlagan joydan beryapti. Keyin men telefon qilyapman. Bo'ldi gaplashamiz dedik, odamlarni uspakoyit qilamiz deb. Keyin men hokimga ham aytdim, mana tasdiqlashlari mumkin. Aka, vobshe adolatsizlik bo'lyapti lekin. Bular o'zi joyi uchun pul to'layotgan bo'lsa, yana bular pul qilish uchun birinchi etajni sotayotgan bo'lsa, bularni hammasini tekshirish kerak. Hammasi. Pullar qayerga ketayotganini ham bilaman, kimlarning dolyasi borligini ham bilaman. Men undan hozir ko'p aytsam agar butun xalqqa bo'lmaydi, lekin kim qanaqa yechib olgan. Men chaqirtirganimning sababi ham shu. Chunki odamlarni qon qaqshatib magazinni sotyapti. Pullarni chiqartirib abnal qilib olyapti. Chaqirtirishga qo'ymayapti men. Bosh prokuror qo'ymayapti. Nimaga? Men chaqirganim uchun hozir jinoyatchi bo'ldim. Bularni bugundan to'xtatish kerak. Kelib odilona, adolatli tekshirsin. Mayli, lekin Zaynobin aka ustida tursin. Keyin hammani sotib qon qaqshatdi. Bu katta janjal bo'ladi Buxoroda, iloji yo'q buni, chunki biza prosta hozir tugasin biza qilib beramiz, bu deb aldab yotibmiz xalqni, lekin bular ko'tariladi baribir. Avvalambor tinch bo'lsin, men tinchlik tarafdori, meni sektorim, men javob beraman bu narsa uchun, lekin majburimiz shu tugasa hammasini lotereya, lekin lotereya emas, uju magazinlarni hammasi sotib bo'lingan birinchi etaj. Ham 5 milliondan pulini oldi bularni noqonuniy. Bu yerda 100 milliardga yaqin, 50 milliard, 100 milliardga yaqin pulini oldi. O'zini yeri uchun yana pul to'ladi. Yana bularni 3-4 ga chiqarib yuborgan. Buni ham tekshirishlari kerak. Keyin bular pulni yana qilishni yo'lini qidirdida yana shartnoma qilingan, odamlar pulini to'lagan.